Mani hozirgi kunda bitta anaqa savol qiynayapti. Ayrim erkaklarimiz, o'g'il bolalarimiz erkakligini unutib qo'yapti, sezyapsizlarmi? Qiz bolalashib ketyapti. Hammasi emas, ayrimlari. O'qityapsizlar, faqat o'qityapsizlar-da. Faqat oliy ma'lumotli qilyapsizlar-da. Unga ko'cha hayoti, keyin erkaklik ta'limini bermayapsizlar, sezyapsizlarmi hech? Uyda ishini ham qildirmayapsizlar shekilli-da. Erkaklik yo'qolib qolyapti bolalarda. Bor erkaklari, ayrimlar qiz sifat bo'lib ketdi. Nozik nihol. Pullarni ham sekin sanaydi-da. Tars qilib ketadigan erkaklar kamda. Yigitlar kamayib boryapti. Kelajak avlodda qizlarimizni kimga beramizki? Agar shunaqa erkaklar chiqib keladigan bo'lsa, hali xolodilnikni ochish kerak bo'lsa ham ocholmaydi. Blogini buzib ololmaydi, suvda ololmaydi. Ertaga ular oilani qanaqa qilib boqadi? Oldin Damasga chiqqanda qarab o'tirardim-da. Sizlar ham kuzatganmisizlar shunaqa holat? Pulni sanab turib, ichidan eskisini qidirib o'tirasiz, qarab o'tirasiz, cho'ntagidan pulni oladi, ichidan eskisini topib sizga beradi. Sizlar ham ko'rganmisizlar shunaqa holatlarni? Hali otalar tarbiyalasin bolalarni. Hali otalar bolasini urishsa, onalar himoya qilib olavermaylar, kaltagini tars deb erkak bo'lsin ular. Oliy ma'lumotli ham bo'lsin, o'qisin, erkak ham bo'lsin-da endi. Qizlashib ketyapti ba'zi yigitlarimiz. Tog'da tolqon qiladigan erkak bo'lish kerak, oila boqadigan erkak bo'lish kerak. Erkaklar, meni nazdimda erkaklar kamayib ketyapti. Lekin bor erkaklar, u deganim hammasi qizlashib ketyapti demayapman. Ko'pi shunaqa ketyapti yigitlar. Menga shunaqa tuyulyaptimi? Sizlarga ham sezilyaptimi?